Xo'p, unisini yoqib ko'raman. 20 ta bolaga 30 dollardan pul tarqatilyapti. Eslashto, videoni ko'rgan bo'lsanglar, bundan keyin ham xudo xolasa harakat qilamiz yana ko'pchilikka pul tarqatishga. Mana shu yerda agar otinglar yo'q bo'lsa, xafa bo'lmaysizlar. Mana o'ng tomonda ko'rsanglar bo'ladi. Og'abek Firdaus, Azizbek Rashidxon, xullas samada ism bor. Mana yerda xudo xolasa sekin-sekin hammalarini belgilab chiqamiz inshaalloh. Xudo xolasa kirganlar bo'lsa, bemalol nima qilamiz. Ag'i bolalar, niklaringni bilaman, nomerlaringni bilaman. Har bittanglar bilan 20 ta yutgan bolani qanday topasiz deyishingizlar mumkin. Men o'zim Telegramda hammasi bilan gaplashib, hammasini o'z zipini Telegram kanaliga tashab qo'yaman. 20 soni ham 20 ta dirtda tashab qo'yaman, terib. Ishonarli bo'lish uchun demoqchiman-da. Ya'ni bilasizlar, bizda laxatron ishlar yo'q-ku, laxatron ishlar yo'q, unaqa qimor reklamalar yo'q. Prosta baraban qilinadi, odam tanlab olinadi, bo'ldi. Boshqa anaqa yo'q. Muzaffarov Sharifjon aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Tak. Endi belgilaganlar. Endi balkim ishonmasdan belgilamaganlar bo'lishi mumkin. Ularni bilmadim. Xudo xolasa, hozir 3 minutdan keyin bitta boshlaymiz. Ag'i shep bo'lib ketinadi. Endi ekranda qimorda naqasi chiqib qolmas. Endi Google qimor degan chiqarmayotgandir ekranga. Chunki bu YouTube'ga ketadi-da hozir. Men berib yormadim YouTube bu narsalarga. Ekranda nima dullar chiqyapti? Skip qilib yorsa bo'lmaydimi buni? Buni ham o'chirib yorsa bo'lmaydimi? Stop sing bir balolar qilib yorsa bo'lmaydimi? Close. Bunday qilib yorsa bo'lar ekan, bo'ldi. O'sha reklamalar chiqib qolyapti. Bilmayman, mana anaqa-da voucher uchun Google'dan foydalandim-da, bolalar. O'shuning uchun hali yordam qilishdi. Mana shunaqa deyishdi. Shuning uchun iloji boricha anaqa qildim. Qaranglar, 86 ta odam ekan, 0 rezultat. Hozir rezultatsiz bo'lmagan 20 ta odam yig'ilinadi batga, xudo xolasa bosib yoramiz. Keyingisi qanaqa bo'lsa yozasizlar, keyin chatga yozib qo'yasizlar. Nasib bo'lsa, kimgadir omad bo'lsa chiqadi, chiqmasa chiqmaydi. Agar nasib bo'lsa, keyingisi 30 dollardan 50 ta, 40 ta odamga qilamiz yoki bo'lmasam 50 dollardan 20 ta odamga yana qilib qo'yamiz. Qaysi biri qulay bo'lsa. Menimcha ko'pchilikka hozir yozib qo'yinglar, ko'pchilikka menimcha 30 dollardan 50 ta odamga menimcha udobniy bo'lsa kerak. 40 ta 50 ta odamga qiladigan bo'lsa, menimcha normal bolalar. Ko'pchilik foydalanadi-da. Nima deylar? Ko'ryapti hammasi. Aka o'tganim yo'q ekan, ismim aka. Firdavs aka, bashta Firdavslar turibdi olmam etdi. Pastda turibdi aka. Bu Firdavs siz emasmi? Firdavs turibdi bu yerda. Ikkitami Firdavs turibdi mana shu yerda. Ikkita uchta. Ko'pchilik qilgan yaxshi. Muhirda aka. Nima deysiz? Muhirda degani bormikan? O'zida muhirdan ham jak kam bo'ladi-yu. Aka hayronman. Aka o'tgan bo'lsanglar bo'ldi. Hozir brat menga naqa qildi-da. Aytdi Saidxon dedi ko'pchilik bor ekan muhridan aka meta turibdi. Rahmat deb. Ro'yxatni o'zi o'chirib turmabman, ha, bekor yoqib qo'yibman. O'zi yoqib o'tirgan yaxshi. Ham yoqqangiz ham yaxshi, qolganlar qiziqib kutib turadi. Absent bormi? Bolalar, men sizlarning ismlaringizni o'qib beralimmi? Qaranglar, bo'lmasam ketdi, boshlaydi bo'lmasam. 20 ta bolani mana 75 kishi o'tiribdi ekan. Hammani ko'zini oldi. Endi kechqurunroq qilganimda ko'pchilik kirardi. Endi ko'pchilik ishda bo'lib qoldi. Menimcha shuning uchun. Faqat bolalar mikrofon yoqib qo'yganman. Gapirmaysizlar degan umiddaman, shirillatib yormaysizlar degan umiddaman. Ko'pchilikni yoqib qo'yganman mikrofonni so'raganlar. Unda bismillah ketdik bo'lmasam. Onasini aytsam. Boppa! Ketdi. Qani. Ro'yxatni boshqatdan topmaysizmi? O, birinchi odam. Birinchisi Firdavs aka chiqdilar. Haligida brat xafa bo'layotdi, men chiqmayapman deb o'sha akaga men uchun nasib qildi shekilli. Bolalar gapirmaysizlar degan umiddaman. Mikrofonni o'chirib qo'yaman hammanikini, aytib qo'yay. Chalg'ityapsizlar. Yana qolganlarni 86 ta boladan hozir bitta bolani tanladi. 185 kishi, bir kishi rezultatga o'tdi. Ikkinchisi bismillah. Xudo xolasa chiroyli harakatlar bo'lib bersin. Hop. Oppa. Islombek aka. Ikkita odam belgilab qo'ydik, ikkita odam belgiladik. Islombek aka, Firdavs aka o'yindan chiqib ketdilar, brat. Pram ularga 30 dollardan rezultatlar tayyor. Xudo xolasa bratga adminlar aloqaga chiqishadi, xudo xolasa. Bismillah. Ketdi 3-odam. Opa.
Og'abek aka, tabriklayman. Hop, 3-odam Og'abek aka bo'ldilar. Xudo xolasa, 3-$30 voucher, $30 voucherni olgan odam Og'abek akam bo'ldilar. Xudo xolasa, qiziqarli bo'lyapti degan umiddaman inshaalloh. 4-odamga o'sha ketdi. Halilillo brat, o'sha mana bu raqam egasi Halilillo aka bor. Xudo xolasa tabriklayman bratni ham. Xudo xolasa 4-odam bo'ldilar inshaalloh. 5-si ketdi. Farruh akani ham xudo xolasa tabriklaymiz. Farruh akam ham inshaalloh 5-odam bo'ldilar. Xudo xolasa, o'sha 5 ta odamimiz 4dan bir qismini o'sha tugatdik. Yana xudo xolasa $15-$30 pulda egalari, xudo xolasa o'sha real hisobda egalari inshaalloh xudo xolasa tarqatamiz hammanikini. Inshaalloh lahatron ishlar yo'q. Обязательно 20 ta odamni ko'rib olsanglar, har bittasini keyin inshaalloh kanalga tashlab beraman. $30dan shotlarga tashlab обязательно shunday joylab beraman, bosishaveradi. Addi shu 002 001 soqani qilishaveradi. Xudo xolasa keyingi safar ko'proq odamga qilishga yana harakat qilamiz. Bismillah. Seydka. Hop, 6-chi odamimiz Seyd Kamol brat bo'ldilar. Agar eshitib turgan bo'lsalar, videoga ham yozib olinyapti, YouTube'ga ham qo'yiladi обязательно. Xudo xolasa 6-odam ham aniqlandi. Inshaalloh yana bismillah 7-odamni hal qilamiz. Xo'p, Samadjon akani xudo xolasa tabriklaymiz. Brat 7-odam bo'ldilar. Xudo xolasa ekranda ko'rinyapti. O'zi hamma yoq chiqarib beryapti raqamlarigacha. Xudo xolasa ko'rsanglar bo'ladi. Xo'p, o'sha 8-odamni hal qilishga o'tdik. Kim ekan endi 8-odam? Sarvarbek. Sarvar aka. Короче, 8-odam bo'ldilar, xudo xolasa. Endi nimadirlarni qiziqtira olmayman, men to'g'ri tushunasizlar, gap bilan. Videoni maksimal cho'zmasdan 15 minut zo'r video qilishga harakat qilyapman, chunki YouTube'ga qo'yib yuboraman, zerikib qolishmasin, ko'rib maza qilib yuborsin просто. Barabanlar bilan как положено bo'lyapti. Men savol berib matematika qilib o'tirmayman, o'sha barabanni o'zi hal qiladi. Men rezultat 20 ta bolani tabriklab $30 dan pulini shotiga tashlab beraman. Tak, Azbek aka, o'sha Azbek aka 9-brat bo'ldilar. Xudo xolasa, bismillah yana 10-odamni ham hal qilsak, keyin yana 10 ta bo'ladi. Tak, Baxtiyor akaga o'tib ketdimi? Baxtiyor Burxonov. Xo'p, Baxtiyor Qurbonov aka o'sha 10-si bo'ldilar. Xudo xolasa qiziqarli bo'lyapti. Mana shu yerda to'xtataman. Bitta chatga, Picasso chatga bitta qiziqarli o'layotgansa plus tashlab qo'yinglar. Просто plus xolos, boshqa ko'p narsa kerak emas. Mendan o'tib ketdi deb aytasiz. Plus minus, ya plus minus. Onasini esa bo'ldi. Bo'ldi, 10 ta to'xtatamiz. 10 tasini pulini o'zim olaman. Onasini esa. Xo'p, 11-odam xudo xolasa bosib yuboramiz. 11-odamga qarab ketdi. Menimcha qiziq, men o'zimga qiziqarli, yomon qiziqarli ko'rinyapti. Bu narsa birinchi marta qilayotganim uchun, birinchi marta bundan tarqat $30 dan 20 ta bolaga menimcha qo'ldan kelgancha mehnat qildik. Nima qilsanglar bo'ladi? Padisha qilib tursanglar bo'ladi. Tak ketdi. Ozodbek Ozodbek brat
Tabriklaymiz akajon. Ko'rib turgan bo'lsangiz 11-odam bo'ldingiz. Tabriklaymiz. Bismillah. Xo'p, Xurramov Zufar Brat tabriklaymiz. 12-odam bo'ldilar akam. Xudo xolasa, yana 8 odam qoldi. Azbilar ko'p ekan. Azbek aka, tabriklayman. O'zi Azbeklar tugamas ekansizlar. Faqat Azbeklar yutyapti, o'zi adashmay ketmasam bo'ldi. Tabriklayman jigarlar. Gap yo'q. 14-odam. O'zim ham qo'shib qo'ymabman, ha? Qanday 30 dollar kelib qolar. Absamat aka rahmatullayev. Davay brat. Omad. Jigar 30 dollardan katta summalar qilib yuboringlar. Jigarini sug'urib yuboringlar. Let's go. Давай. Yeah. Sirojiddin. Let's go. 15 odamni уже belgilab qo'ydik. Sirojiddin akam ham belgiladi. Bo'lar ekan-ku, neobitniy otlar ham chiqsa, bunday boshqacha otlar chiqsa, Azbek aka chiqaverar ekanda deb hozir hayron bo'lib turdim. Yo'q, normalniy. Boshqa ismlar ham chiqib, anaqalar ham chiqar ekan. Ketdi. 16-si, let's go. Said Said Abrorxon aka, adash akamiz brat bilan. Aka Said Xosman brat. Said akalar ham yutyapti ko'rdi. Mana shu yerda o'zim to'g'rilab yubordim Said Abrorxon akaga. Omad jigarlar. 4 ta qoldi jigarlar, 4 ta qoldi. Otabek yomon ketdi. O'zi Otabek aka yomon o'tib ketdi. To'xtadi deb o'yladim Otabek aka. Lazbek o'tib ketdi. Tabriklaymiz. Lazbek aka bo'lar ekan u. Xudo xolasa, yana 3 dona qoldi. Opa. Tak. Og'abek aka tabriklayman. Jigar. Og'abek akani tabriklaymiz jigarim. 2 dona qoldi. Bam. Muhriddin. Bir dona Muhriddin akam, jigarim. Muhriddin aka hali men ismim yo'q ekan degan brat basmadilar ish qilib. Ketdi. Opa. Men aka shu. Valla chatga aka. Hop, oxirgisi Ahmed brat tabriklayman jigar. Jigarlar tabriklayman. Mana shu 20 ta bolani xudo xolasa screenshot qilib olayman. Kerakli odamlarga tashab qo'yay buni. Jigar anaqa bo'lmasin, xijolatchilik bo'lmasin, keyin hal qilib yuborishadi. Hozir hammasini menimcha sraz bosib yuborishsa kerak. Opa. Xudo xolasa jigarlar foydali bo'ldimi jigarlar? 20 ta odamga 30 dollardan xudo xolasa Telegram kanaliga tashab qo'yaman. Hammasi rostligini birdaniga ko'rsanglar bo'ladi. Xudo xolasa buni har hafta va'da bermayman. Maksimal darajada yaqin masofalarda ko'proq qilishga va'da beraman bolalar. Xudo xolasa hammaga omad. Sizlar bilan Picasso Prime YouTube kanali edi.